Sizlar bilan bugun biz C# dasturlash tili yordamida takrorlanuvchi dasturlar tuzishga asoslangan amaliyot darsimiz bilan tanishamiz. Ushbu amaliyot darsi uchun 3 ta loyiha tanlab olindi. Birinchisi, berilgan n songa mos karra jadvalini tuzuvchi dastur tuzing. N soni 3 ga teng bo'lgan va ko'rib turganingizdek ushbu 3 kara 1 3, 3 kara 2 6 va hokazo 3 kara 10, 30 gacha bo'lgan karra jadvalini hosil qilishimiz kerak. Ushbu dasturni tuzishni boshlaymiz. Dastlab int turidagi n o'zgaruvchisi teng bo'ladi foydalanuvchi kiritgan ma'lumotga va uni int turiga konvertatsiya qilamiz. Convert to int 32 foydalanuvchi kiritgan ma'lumotni. So'ng takrorlanish jarayonini boshlaymiz. For operatori yordamida int i o'zgaruvchisi dastlabki qadam sifatida 1 va oxirgi qiymat sifatida 10 sonini olamiz va har safar i o'zgaruvchisining qiymati 1 ga oshib borsin. Ekranga chiqaradigan bo'lsak, i o'zgaruvchisining qiymatini 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar chiqyapti. Ma'lumotni chiqarishda i sonini emas, balki n sonini va shu bilan birgalikda kichkina x, undan so'ng i sonini chiqarib ko'ramiz. Deyarli karra jadvaliga o'xshash ko'rinish paydo bo'ldi va natijani ham chop etamiz, ya'ni barobar belgisi va barobar belgisidan so'ng n ko'paytirilgan i. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek dasturimiz tayyor bo'ldi va dastur har safar ishlaganda ixtiyoriy qiymat berib karra jadvalini hosil qilishimiz mumkin. Ikkinchi loyiha. A va B butun sonlar berilgan. A bu yerda B dan kichik. A dan B gacha bo'lgan barcha butun sonlar yig'indisini chiqaruvchi dastur tuzilsin. Dastlab ikkita A va B sonni foydalanuvchidan olamiz. Int turidagi A son teng bo'ladi foydalanuvchi kiritgan sonning konvertatsiya qilinganiga. Takrorlanish jarayonini boshlaymiz. For operatori yordamida i ning dastlabki qiymati sifatida a va so'nggi qiymati sifatida esa b o'zgaruvchisini olamiz va har safar qiymat 1 ga oshsin. Ekranga chiqarib ko'ramiz i o'zgaruvchisining qiymatini. Dastur ishlaganda mendan 2 ta son kiritishimni kutyapti. 3 va 8 sonlarni kiritaman va 3 dan 8 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqaruvchi dastur tayyor ekan. Ushbu dasturga biroz o'zgartirish kiritaman, ya'ni int turidagi s o'zgaruvchisi teng bo'lyapti 0 ga va har safar s o'zgaruvchisining qiymati oshsin i ga. Va takrorlanish tugagandan so'ng ekranga chiqaramiz s ning qiymatini. A ning qiymati sifatida 3, B ning qiymati sifatida 6 va ekranga 18. Nega? Chunki 3, 4, 5 va 6 sonlarining yig'indisi 18 ga teng. Uchinchi loyiha. Berilgan n soniga mos quyidagi naqshni hosil qiluvchi dastur tuzing. Bu naqshni hosil qilish uchun dastlab shu naqshga yaqin bo'lgan naqshni yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Dastlab foydalanuvchidan n o'zgaruvchisiga qiymat o'qib olamiz. Int turidagi n o'zgaruvchisi teng bo'lyapti foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni int turiga konvertatsiya qilinganiga. So'ng for operatori takrorlanish 1 dan boshlab n gacha va har safar n ning qiymati 1 ga oshsin. Ekranga chiqaramiz i o'zgaruvchisining qiymatini. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsam, 7 sonni kiritadigan bo'lsam, 0 dan boshlab 7 gacha sonlar chiqyapti. Dastlabki qiymat sifatida keling 1 ni olamiz va dasturni qaytadan ishlatib ko'ramiz. Ekranga 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlar chiqyapti. Ushbu naqshga e'tibor beradigan bo'lsak, dastur qandaydir ma'noda bir-biriga yaqin holatga keldi, ammo har safar 1, 2, 3 ni emas, balki 1 ni 1 marotaba, 2 ni 2 marotaba, 3 ni esa 3 marotaba chiqarish kerak. Ya'ni for bor bu yerda. For operatorini ikkinchi marotaba ishlatamiz. Int g o'zgaruvchisi teng bo'lyapti 1 ga va g ning qiymati takrorlansin. i nechiga teng bo'lsa o'shancha marotabaga.
va ekranga chiqaraman i o'zgaruvchisining qiymatini. E'tibor bering, agar i 5 ga teng bo'lsa, u holda g qatnashgan forimiz 5 marotaba ishlaydi va har safar ekranga i o'zgaruvchisining qiymatini, ya'ni 5 ni 5 marotaba chiqaradi. Va ushbu ma'lumotlar yonma-yon chiqishi uchun write metodidan foydalandik. 5 sonini 5 marotaba ekranga chiqarganimizdan so'ng eng oxirida albatta enter klavishi bo'lishi kerak. Shuning uchun writeLine metodini bo'sh holatda foydalandik. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsak, 7 sonni yozadigan bo'lsam, u holda menga 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni yuqoridagi naqsh holatida chiqarib beryapti.